2026-yilda bu tunikafon fasonini hech qachon tanlamang. Bu mavzuni ko'rib, hech kim mendan xafa bo'lmasin. Meni vazifam odamlarga sifatli va hamyonbop narxlarda tunikafon qilishlikni tavsiya qilish va maslahat berish hisoblanadi. Har yili yangi tunikafon fasonlari chiqadi. Ushbu fasonimiz 2026-yilda trendga chiqadigan eng zo'r fason bo'lib, bu sizlarga xarajatlari kamroq va qulay narxlarda bo'lishligi bilan boshqa fasonlardan ajralib turadi. Pulini yaxshigina tejab qolmoqchi bo'lgan hamda tunikafon qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun ushbu videorolik videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum azizlar, Kamino usta Abdulloh jamoamiz bilan birga tunikafon hamda tashqi fasad ishlarini amalga oshiramiz. Qadriyatli ustalar jamoasiga asos solik va jamoamiz bilan birga 6 yil, o'zi 7-yilga 7 yil mobaynida 400 dan ziyod xonadonlarni bir-biridan chiroyli qilib o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Narpay Oqtoshda Shavkat ukamizning xonadonini, tunikafonlarni juda ham chiroyli suratda qilib tugatdik. Ushbu ishimiz aytganimizdek 2026-yil Xudo xolasa trendga chiqishligi kerak bo'lgan fasonlarda o'zi 2025 ta oxiridan trendga chiqa boshladi. Ushbu fasonimiz boshqa fasonlardan ajralib turadigan farqi nimada desa, oldin odamlar aytardi, bizga mijozlarimiz tunikafon zo'r bo'lsin, chiroyli bo'lsin hamda narxlari arzon bo'lsin deyman. Men o'tirib o'ylardim-da, shunaqasi ham bo'ladimi? Buni iloji yo'q derdim. O'ylab uzoq izlanishlar natijasida oxiri o'sha narsani biz uddaladik. Ushbu fasonimiz haqida yana sizlarga aytadigan bo'lsak, bu fasonimiz rangi adnoton, ya'ni bir xilda oppoq ranglardan foydalanilgan. Tunikamizning rangi glansiy bo'lganligi uchun alikafon bilan birga bir chiqadi, ya'ni ko'rinishdan xuddi alikafon deb o'ylaydi. Ya'ni sizga agar aytmasaki bu tunikadan bo'lgan demasa, siz aniq buni alikafon deb o'ylaysiz. Chunki tunikalarimizni ranglari ham alikafonning ranglaridek yaltirab, juda ham blisk berib chiqqan. Bundan tashqari fason ham o'sha alikafonda ilgari premium klassda qilinadigan alikafonchi akalarimiz chiroyli qilgan fasonlarni endigi kunda tunikafondan birga bir chiqaryapmiz. Endi alikafon baribir alikafon zo'r, alikafonning narxi ham zo'r, 2 barobar qimmat. Endi har kim ham undan foydalana olmaydi, lekin ko'proq insonlarga manfaatli bo'lsin, ko'proq insonlar ham uyini mana shunaqa chiroyli qilishi uchun biz tunikafondan aynan mana shunaqangi chiroyli fasonlarni chiqarishlikni boshladik. Azizlar, bu yerda eng asosiy narsa nimada? Eng asosiy narsa bu klassik fason bo'lib, o'ta nozik dit bilan qilingan ish. Bu ishimizda yuqori estetika bilan qilingan. Bu ishda haqiqatan bir me'daga urib qolmaydigan taraflardan eng asosiysi, birinchisi rangi asosan bir xil bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda detallarimiz katta bo'lganligi uchun ham odamni osonlikcha me'dasiga urib bezor bo'lib qolmaysiz. Ya'ni uyingiz tunikafon qilganingizdan keyin, patolog qilganingizdan keyin bu bir 4 yil 5 yil turmaydi-yu, bir umrga qoladi. Xudo xolasa 20 yil, 30 yil. O'sha uchun endi hamma narsani inobatga oldik. Birinchisi juda ham chiroyli bo'lishligi, ikkinchisi odamni me'dasiga urib qolmasligi, uchinchisi esa eng muhimi, har doimgidek ko'pchilikni e'tiboriga tortayotgan narsa bu puli. Nimaga buni pullari arzonroq degan sababi, masalan biz boshda aytdik, men bu fasonni qilmanglar dedik. Endi uyini mana shunaqa tunikafon qilib yurgan aka-ukalarimiz, mendan xafa bo'lmangizlar. Endi o'sha vaqtda shu narsa trend edi, shu narsa moda edi, hamma qilardi shu fasonni, bizlar ham qilganmiz. Prosta bu fason bilan uni farqi nimada? Bu fasonda bukilish, qayilish kam bo'lganligini hisobiga, masalan 100 kvadrat joyga 160, 170, 180 kvadrat ishlatiladi. Narigi fasonlarda o'rtacha 200, 100 ga 2 barobar ishlatilardi. Mana shu tomonlama ham uyli egalariga, hozirgi tunikafon qildiradigan odamlarga qulayroq bo'lib qoldi va aytardikki, agar siz uyingizni tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, 2026-yilda eng zo'r tunikafon fasonlaridan biri bu o'zimizda ko'rib turganlaringizdek alikafon fasondagi dizayndagi tunikafonlarimiz. Xo'p, azizlar, biz ushbu uyni tunikasi, taydagi karkazlari, lisasi, yo'lkirasi, samarezlari, usta haqqi hammasi ichida 04lik glansiy tunikadan qildik va bu tunikamiz Xitoyda yaxshi sifatli premium klassdagi tunikalardan bo'lib, mana shuni hammasini 150 ming so'mdan qildik. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz, mana shu darvozaxonamiz,
Bu yerdagi koziroklarimiz, mana shu hammasi 166 kvadrat bo'ldi va mana shu 166 kvadratga biz 150 ming so'mdan pul oldik. Endi tunika fonda eng nozik jihatlaridan biri, bu fasonda qilganda hamma ustalar ham qilolmaydi. Buni noziklik joylari, mana bu burchaklarini shoshilmasdan mehr bilan qilib o'zini maromiga yetkazish kerak. Endi agar siz ham uyingizda tunika fon qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi mehr bilan, yaxshi professional yondashuv bilan tunika fon qiladigan ustalarni qidirib yurib yoki o'shanaqa ustalarda bir topolmayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga qulay bo'lishligi uchun qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik va jamoamizda xuddi siz o'ylagandek, siz kutgandek yigitlar xizmat qiladi. Bizda maslahat berish, hisob-kitob qilish mutlaqo bepul. Tortinmasdan pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, uyingizda hisob-kitob qildirishingiz mumkin. Agar siz musofirdan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.